Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. 16 aprel haftaning payshanba kuni yana bitta kattalar uchun temir qafas tayyorladik. Bizni kuzatib borishda davom eting. Barcha turdagi parrandalar uchun temir qafaslar tayyorlaymiz. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidekapida joylashgan. Bu qafasimiz kaptarlar uchun mo'ljallandi. Razmeri uzunligi 1,5 metr, eniga 1,10, balandligi 2 metr bo'ldi. Juda ham chiroyli holatda. Ranglari esa mokri asfalt rangda. Yo'llari MDF laminat. Mana juda ham chiroyli holatda, mustahkam bo'lib chiqdi. Bu yerda esa qo'noqlarni joylashtirganmiz. Tashqi tomondan kaptar 3 kelib, portikadan kirib ketaveradi bemalol. Bu yerda esa arka shaklida eshiklarni joylashtirganmiz. Odam bemalol sig'adigan darajada bo'lgan. Tangi pol bo'lgan, odam chiqsa ham bemalol ko'taradi. 16 ta arka shaklida yo'l joylashtirdik. Bitta parlaydigan xonasi bilan. Sitkalar ham yaxshi sitkadan foydalanganmiz. Juda mustahkam holatda qafasimiz. Kimga shunaqa zamonaviy temir qafaslar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz.